Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi videoning asosli temasi sayohat visi va uning turlari. Boshlashdan ilgari sizlarga bir ikki gapni deb qo'ymoqchi. Oldingi videomda deb o'tgandek, meniki video ishlashdagi asosli maqsadim faqat o'zimningki bilgan yo'llarini hamda o'zim besib o'tgan yo'llarni sizlar bilan o'rtoqlashsam, sizlarningki viza iltimos qilish yo'llarida, ya'ni o'zinglarningki viza olish, izlanish yo'llarida bir foyda bo'lib qolarmikin degan maqsad bilan ishlayapman bu videolarni. Sizlardan qandaqdir bir pul elib, ayrim maslahat berib, sizlarga viza beradigan maqsad undaq emas. Sizlardan pul oladigan ish bo'lsa, o'zim bu yerda avorchilik uchrab qolmay o'chadi. Undaq emas, xato o'ylamanglar. Nurg'un salom soatlarni yo'llab sizlar, ko'p rahmat. Allohning salomi sizlarga bo'lsin. Bir davlatningki vizasini iltimos qilgan vaqtinglarda undan bundan gap so'raysizlar, qo'shniga o'xshash mening gaplarimdan bir anglab qolsanglar, bir ziyon yo'q. Yana bir deb qo'ydigan gapim meniki bu ishlaydigan videolarimningki hammasi asosan ingliz tilidan asosi bor kishilarimizga nisbatan foydalanish qiymati yuqori deb qarayman. Chunki kelar qatimliq videodan boshlab shu viza iltimos ishlarini na'dan boshlash, qayerdan boshlash, qaysi jadvallarni to'ldirish, qanday javob berish degandek mazmunlar chetildi. Ammo ishlar qilgan chog'da shu kompyuterning ekranini ko'rsatib turib sizlar bilan bahslashmoqchi. Onda bo'lsa shu video bilan tan qo'shib bugun yo'llagan yana bir video bor. Mushdan kendillam chiqadigan, ya'ni Kanada hukumat to'rbetiga kirib, ekrandan sizlarga sayohat vizasining turlarini, shu to'rbetning o'zidan ko'rsatib bergan video bor. Shuni ko'ringlar. Ko'rib bo'lgandan keyin agar foydali deb qarasangiz, barmoq belgisini unutib qolmang. Qo'llab-quvvatlab bersanglar, haftada bir video emas, bir qancha video chiqarishim mumkin. Abone bo'linglar. Hammanglarning ishlari o'ngishli bo'lsin. İşenç ve ümit tilayman sizlarga. Kelarki videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.